Assalomu alaykum. Sizlar bilan Ma'rif To'ng'otarov 2026-yil to'plam oksidlanish qaytarilish reaksiyalari masalalarini ko'rib o'tamiz. Bizda 1 va 2 masalaga e'tibor beramiz. Bizda marganes O4- ion va marganes O4 2- ionlari berilgan. Jarayonda marganesning oksidlanish darajasi necha birlikka o'zgargan deyilgan. Endi necha birlikka o'zgargan bilishim uchun dastlabki birikma va o'zgargan birikmada marganesning oksidlanish darajalarini topib olishim kerak. Bunda men marganeslarning oksidlanish darajalarini x va y sifatida oldim. Endi bu x va y oksidlanish darajalarini topishda ionlarda oksidlanish darajalari yig'indisi ion darajasiga teng bo'ladi deb marganesda oksidlanish darajasini topa olaman. Bilamanki, kislorod doim ko'p birikmalarda -2 oksidlanish darajasiga ega. Demak, x marganes oksidlanish darajasiga 4 ta kislorodning -2 oksidlanish darajasi qo'shilganda necha bo'lishi kerak? Ion darajasi -1 ga teng bo'lishi kerak. Demak, x -8 -1 ga teng bo'lsa, x teng +7. Demak, marganes +7 dan o'zgargan ekan. Bu yoqda y + 4 karra -2, demak 2 ga teng deb ishlaymiz. Y -8 barobar -2 ga teng bo'lsa, y barobar +6. Bilibmizki, marganes +7 dan o'tgan ekan, marganes +6 ga. Demak, 7 - 6 1. Demak, bitta elektron olgan. Bu degani 1 birlikka o'zgargan. To'g'ri javob A. Endi 2 masalaga e'tibor beramiz. SO2 H2S ushbu jarayonda sulfit angidrid, ya'ni mana bu modda molekulasi nechta elektron olgan yoki bergan? Birinchi navbatda tenglama yozib olamiz. So'ng tarkibidagi oltin gugurtlarning oksidlanish darajalarini aniqlaymiz. Bizga ma'lum, oksidlanish darajasi nem qiymati orqali aniqlanadi. Vodorodli birikmalarda vodorodning nem qiymati oltin gugurtdan bu yerda vodorod sulfidida kichik bo'lganligi uchun vodorod +1. Neytral molekulada oksidlanish darajalari yig'indisi 0 ga tengligi hisobidan vodorod +1 dan ikkitasi 2 +2 bo'lyapti. Uni 0 ga aylantirish uchun oltin gugurt -2 ga teng bo'lishi kerak. Endi SO2 da kislorod -2 oksidlanish darajasiga ega. 2 karra -2 kislorodda -4. -4 ga nechini qo'shsak, ya'ni oltin gugurt oksidlanish darajasi nechi bo'lsa, 0 ga aylanadi oksidlanish darajalari yig'indisi. Demak, +4 ni qo'shsam 0 ga aylanadi. Demak, dastlab SO2 ni oksidlanish darajasi +4 va o'zgargan -2 ga. Bu holatda oltin gugurt +4 dan o'zgargan, oltin gugurt -2 ga. 4 dan ayiraman -2 ni +6 ga teng bo'ldi. Demak, 6 musbat ishorada chiqsa, 6 ta elektron qabul qilgan. Agar minusdan chiqqanda 6 ta elektron bergan deb hisoblar edim. Hozir bizda +6 bo'lgan. Demak, 6 ta elektron olgan hisobida turibdi. Demak, javob C. To'g'ri javob. Keyingi masalaga e'tibor beramiz. 3-1. Xlor O4 minus ionidan o'tgan xlor minus ioniga. Xlorning oksidlanish darajasi necha birlikka o'zgardi? Bunda ham xuddi 1-1dagiday birinchi navbatda xlorda oksidlanish darajalarini aniqlab olish kerak. Mana bu holatda xlor -1 oksidlanish darajasiga ega. Bu holatda esa x qo'yib topa olamiz. -1 barobar x qo'shilgan 4 ta -2. Demak, 4 x - 8 barobar -1 ga x barobar +7 ga. Demak, xlor dastlab +7 oksidlanish darajasida bo'lgan ekan birikmada va o'zgarganga xlor -ga. Xlor O4- +7 dan o'zgargan xlor -1 ga. Demak, 7 dan ayiraman -1 ni 8. 8 birlikka o'zgargan ekan.
To'g'ri javob C. Farqimiz 8 ga teng bo'lsa, 8 birlikka o'zgargan. Elektron qabul qilgan, chunki 8 imiz musbatda turibdi. Agar -8 bo'lgan deydi, 8 elektron bergan bo'ladi. Unda ham javob shu 8 birlikka o'zgargan deb hisoblanar edi. 4-masalaga e'tibor beramiz. Xn o'zgargan ekan. X plus va 3 ta elektron. Ya'ni 3 ta elektron chiqargandan keyin musbat +1 oksidlanish darajasiga ega bo'ldi. Endi qiymatini aniqlang. Endi biz bir nimani bilib olishimiz kerak. Endi qiymati xo'p +1, ya'ni bitta elektron ketgan holatga o'tibdi. Mana shu holatda +1 bo'lsin, oksidlanish darajasi 3 ta elektron ketgan. Demak, endi hisoblaydigan bo'lsak -2. Demak, bizda x ning oksidlanish darajasi dastlab -2 oksidlanish darajasiga ega bo'lgan ekan. To'g'ri javob B. 5-masala xlor ON -4 elektron biriktirib xlor minus ioniga o'tdi. Ushbu jarayondagi N ning qiymatini aniqlang. Endi biza bir narsani bilib olishimiz kerak, xlorni oksidlanish darajasini. Undan so'ng N ni aniqlasak, bizga muammo bo'lmaydi. Demak, bizda xlor ON minus ioni 4 ta elektron qabul qilgan va xlor minusga o'tgan. Bizda dastlabki xlorning oksidlanish darajasi X deb oladigan bo'lsam, X ga 4 ta elektron birikib nima bo'lgan? -1 ga o'tgan. Oksidlanish darajasi hisoblaydigan bo'lsak, X barobar -3. Yo'q, -5. Demak, 5-masalaga e'tibor beramiz. Xlor ON minusdan o'zgargan 4 elektron olib xlor minus ioniga. Endi bu holatda birinchi navbatda xlorning oksidlanish darajasini, dastlabki oksidlanish darajasini bilib olishimiz kerak. Bizda mana bu son o'qini chizadigan bo'lsak, mana bu 0 va -1. Xo'sh. +1, +2, +3, +4, +5, +6 va +7. Bizda 4 ta elektron qabul qilib xlor -1 ga o'tgan. Demak, 4 birlik, demak, nimaga o'tgan? Bu holatga o'tgan, ya'ni 1 birlik o'tgan, 2, 3, 4. Demak, nimadan boshlangan ekan? Oksidlanish darajasi +3 dan boshlangan ekan. Demak, mana bu holatda xlorning oksidlanish darajasi nima bo'lgan ekan? Xlor ON- da xlorning oksidlanish darajasi +3 bo'lgan ekan. Birikmada oksidlanish darajalar yig'indisi, agar ion bo'lsa birikmamiz, ionni darajasiga teng bo'ladi oksidlanish darajalar yig'indisi. Shu qoidadan foydalanib endi aniqlaymiz. Demak, 0 barobar +3 qo'shilgan N ta kislorod -2 oksidlanish daraja. Ion deganini aytgancha adashdik, ion bo'lgani uchun -1. Demak, bizda endi hisoblab topsak 2 ga teng bo'ldi. Bizda dastlabki anionim xlor O2-, ya'ni xlorid anioni bo'lgan ekan. Demak, keyingi savolga o'tsak bo'ladi. Tushunarli bo'ldi menimcha. Endi qiymati aytgancha 2 ga teng. B to'g'ri. 6-masala. 0.4 mol marganis O4- ioni necha dona elektronni biriktirib marganis O2 ga, ya'ni marganis 4 oksidga aylanadi deyilgan. Marganis O4-, bunda boya ishlagandik. Permanganit anionida marganis +7 oksidlanish darajasiga ega. Demak, o'tibdi
Marganes O2 ga. Ya'ni kislorod -2, 2 kere -2 -4. Nechini qo'shsam 0 bo'ladi? Albatta +4 ni. Demak 7 dan o'zgargan nechiga? 4 ga. Ayirib tashlasam oksidlanish darajalari farqini, demak musbatdan 3 chiqdi. Demak -3 degani 3 ta elektron qabul qilgan marganesimiz. Demak 1 mol marganes O4- anioni 3 ta elektron oladigan bo'lsa, 0.4 mol anion nechta elektron qabul qiladi deyilgan. Demak hisob-kitobga ko'ra 1.2 mol elektron qabul qilinar ekan. To'g'ri javob B. Endi 7-masalaga e'tibor beramiz. Quyidagilarning qaysilari oksidlanish jarayonini aks ettiradi? Oksidlanish jarayonini. Endi bizga organik kimyo kursidan ma'lumki, mana bu qism aldegid qism, ya'ni ROH qism oksidlanadi. Nima olinadi? Karbon kislota, ya'ni RCOOH. Mana bu qism demak 0 bo'lsa, xo'sh, bitta olib ikkita bersa +1. Bu yoqda esa hech qancha olmasdan 3 ta bersa +3. Haqiqatdan ham bu yerda oksidlanish jarayoni sodir bo'lyapti. Sababi kichik oksidlanish darajadan o'zidan kattaroq oksidlanish darajaga o'zgaryapti bizda. 1 to'g'ri deymiz. 2 ga xlor O- dan xlorga o'tibdi. Ya'ni xlor O- o'tgan xlor 0 ga. Xlor O- da oksidlanish daraja -1 barobar -2 qo'shilgan. Mana bu x deb oladigan bo'lsa, x ni topsak +1. Demak +1 dan o'tgan 0 ga. Bu oksidlanish daraja kamayishi bilan boryapti. Oksidlanish darajasi kamayishi bilan boradigan jarayon qaytarilish deb aytiladi. 2 ni shuning uchun qabul qila olmaymiz. 3 ga e'tibor beramiz. Uchinchida demak C2H5 COH. Demak C3H7OH. 9-masalaga e'tibor beramiz. Bizda oksidlanish qaytarish reaksiyasida ishtirok etuvchi element ionlarining valent elektronlari uchun o'zgarish konfiguratsiyasi demak 3D6 3D7 ga o'zgargan. 4s2 3D10 dan 3D10 ga o'zgargan. Ya'ni 4s2 elektron mavjud bo'lmay qolyapti. Endi shu holatda bajaradigan bo'lsak, mana bu birinchi navbatda metallar oksidlanish darajalari haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Metallarning eng quyi oksidlanish darajasi 0. Quyi oksidlanish darajasi. Eng yuqorisi esa N+ holatda bo'laveradi. Endi mana bu birinchi holatiga e'tibor bersak. Birinchi holatiga. Demak bizda aytilgan 3D6 bo'lgan, o'tgan 3D7 ga. Bizda demak bu 3D6 holatdan, ya'ni bergan holatda turgan ekan deyman. Bitta elektron qo'shib olyapti va 3D7 ga o'tyapti. Endi 3D7 ga o'tganda bizda 3D6 holat qaysi elementga tegishliligini bilishimiz kerak buning uchun. Skandi, talli, vanadiy 3D1, vanadiy 3D5, xrom 3D5 marganes va temir 3D6 mana. Mana shu 3D6 va berganda kobalt ham 3D6 bo'ladi, nikel ham 3D6 bo'lishi mumkin. Endi bizda D elektronlar soni birdaniga elektron kelgan D ga qo'shilmaydi. Bizda birinchi navbatda nimaga qo'shiladi? Oldiniga elektron qo'shilib, ikkita elektron 4s2 3d6 bo'ladi. Undan keyin mana bu holatga o'tadi.
yana bitta elektron qo'shgandan keyin nima bo'ladi? 3d7 ga o'tadi. Natijada umumiy hisobda 3ta elektron qabul qilingan ekan. Bundan kelib chiqdi, bizda to'liq elektron konfiguratsiya 0 oksinash darajasida metal 0 oksinash darajasi nimaga teng ekan? 4s2 3d7. Buni qaysi elementligini biladigan bo'lsak, 1 2 3 4 5 6 7-chisi bu kobalt ekan. Demak, to'g'ri javobga kobaltni olamiz. Ya'ni 3d7 4s2. Berganda haqiqatan ham kobalt uchlik ion ekan mana bu. Metal N+, bu kobalt 3+lik zarracha ioni ekan. Endi birinchisini aniqladik, kobaltligini. Ikkinchi elementga e'tibor beramiz. Birinchisi kobalt ekan. Nikel bor javoblarni chiqarib tashlayman. Kobalt yo'q javoblar to'g'rirog'i. A bilan C chiqib ketadi javobdan. Endi bizda 4s2 3d10 dan deyilgan mana. 4s2 3d10 dan 3d10 ni o'ziga o'tgan. 4s2 3d10 bu element 0 oksinash darajasidagi elektron konfiguratsiya hisoblanadi. Sababi to'lgan pog'onacha. Demak 4s2 3d10 dan o'tgan 3d10 ni o'ziga. Bunda ikkita elektron ketyapti. Natijada metal 2+ holatga o'tdi. 4s2 3d10 qaysi elementligini bilishimiz kerak. Qaysi element shunda mis 4s1 3d10, rux esa 4s2 3d10 bo'ladi. Natijada metal M+ bu rux 2+ rux +2 bo'ladi. 2+ debman. 2+2ligi ekan. Mana. Demak, bizda to'g'ri javob rux va kobalt ekan. Endi keyingi masalaga o'tsak ham bo'ladi. Kislorod atomini oksinash qaytarish reaksiyasida minimal nechta elektron olishi yoki berishi mumkin? Bunday ma'lumot. Kislorod elementi bitta elektron olishi yoki berishi mumkin. Peroksidlar misolida ko'rishimiz mumkin. To'g'ri javob A. Endi 11-masala qaysi reaksiya ushbu keltirilgan sxemaga mos keladi deyilgan. Endi birinchi navbatda oltin guruh -2 dan o'tgan, oltin guruh +4 ga. Demak, -2 dan 4 ni ayirsam, -6 elektron bergan ekan. Endi bizda birinchi savolda aytilgan H2S -2 bo'ladi bunda +O2 o'tgan ekan. S plus H2 oddiy modda holida 0 oksinash darajasiga ega. Demak, bizda -2 dan demak nechaga o'zgardi? 0 ga o'zgardi. Aslida nimaga o'zgarish kerak? 2 dan -2 dan +4 ga o'zgarish kerak edi. To'g'ri javobga to'g'ri kelmayapti bu aytilgan shartga. Demak, birini chiqarib tashlayman. 2 A, B javobni bergan. Nima deyilgan? Demak, H2S plus O2. SO2 plus H2O. Demak, -2, 2 kare -2 -4, 0 ga aylanish uchun demak, oltin guruh +4 oksinash darajaga ega bo'lishi kerak. Bunda esa vodorod +1, ikkitasi +2, demak, oltin guruh -2 oksinash darajasiga ega bo'ldi. Demak, bizda -2 dan +4 ga o'zgarganda -2 ayrilgan 4 -6. Demak, haqiqatan ham bizdagi vaziyat bilan to'g'ri keldi. To'g'ri javob B varianti ekan. O'n ikkinchi masalaga qaraymiz. Kaliy gidroksidni sovuq kaliy gidroksidga xlor
uyushtirilgan. Natijada kaliy gipoklorid, kaliy xlor va suv reaksiyasining elektron sxemasini ko'rsating. Kaliy gidroksid, xlor 0 o'tgan ekan. Kaliy xlor O+, kaliy xlor plus suv. Endi bizda birinchi navbatda oksidlanish darajalarini aniqlashtirib olishimiz kerak. Xlor 0 dan o'tyapti. Xlor -2, kaliy +1 bo'lsa, demak bu +1 oksidlanish darajasiga ega ekan. Mana bu xlor -1. Demak 0 dan o'tyapti ekan. Xlor 0 dan o'tyapti. Xlor +1 va xlor 0 dan o'tyapti. Xlor -1. Endi 0 dan 1 ni ayirsam -1, 0 dan -1 ni ayirsam +1. Demak, bitta elektron yuqori qismda qo'shib ketayotgan ekan, berayotgan ekan. Bunisida esa bitta elektron qo'shib olayotgan ekan. Shunda to'g'ri javobga B to'g'ri. Endi 13-chi masalaga o'taveramiz. Qaysi jarayonlarda uglerod qaytariladi deyilgan. Endi biz bir narsani bilishimiz kerak. Qaytarilish jarayoni elektron olish bilan boradi. Olish bilan boradigan jarayon. Hisoblanadi. Endi ya'ni -e elektron hisobida bo'ladi. Birinchi reaksiyaga yetib beramiz. Kalsiy gidroksid plus karbonat angidrid. Kalsiy karbonat bilan suv. Bu yerda kalsiyni uglerod oksidlanish darajasini aniqlasak yetadi. Sababi vodorod va kislorod reaksiyada o'zgarmayapti. +2 kalsiy, bu yerda ham +2 uglerod +4 berdi. Bu yerda ham +4. Demak, hech qanaqa oksidlanish darajasi o'zgarmadi. Shuning uchun buni oksidlanish qaytarish reaksiyasi deyishini o'zi xato. Shuning uchun bir xato. Ikkinchi masalaga yetib beramiz. Demak, uglerod plus O2, CO2. Demak, uglerod oddiy moddalarda 0 oksidlanish darajasiga ega, karbonat angidrid esa +4. Is gazi ekan, +2 oksidlanish darajasiga ega is gazda. Endi qaytariladi deyilgan. Bu yerda oksidlanish daraja oshyapti. Ya'ni 0 dan -2 ni ayirsam, 0 dan 2 ni ayirsam -2. Demak, 2 ta elektron beryapti ekan. Bizda oksidlanish elektron olish bilan boradi. Minus elektronimiz plus elektron. Bizda hozir elektron berdi. -2, 2 ta elektron bergan. Elektron berish bu oksidlanish jarayoni hisoblanadi. Demak, 2 ham xato. 3 ga e'tibor beramiz. 3 da aytyapti temir 2O3 plus CO. Temir plus CO2. Is gazi demak bizda +2 dan o'tyapti, karbonat angidrid +4 ga. Demak, uglerod +2 dan o'tgan uglerod +4 ga 2 dan 4 ni ayirsam -2. Bunda ham faqat qaytarilgan ekan. Shuning uchun 3 ham xato. Endi 4-niga qaraymiz. Berilishiga magniy plus is gazi. Magniy oksid bilan uglerod hosil bo'lyapti. Karbonat angidrid bu aytgancha. Demak, karbonat angidridda +4 dedik, uglerodda 0. Demak, uglerod +4 dan o'tyapti, uglerod 0 ga. Demak, 4 dan 0 ni ayirsam
Plus 4 ni o'zi, demak 4 elektron olgan. Elektron olish nima ekan? Qaytarilish jarayoni hisoblanadi. Haqiqatdan ham faqat 4-sigina to'g'ri javob bo'ldi. To'g'ri javob C. Ma'rif tonga ta'rif masalalari, oksidlanish qaytarish reaksiyalari, B tip masala yechimlari. Ikkinchi masalaga e'tibor beramiz. Nuqtalar o'rniga mos keladigan javobni aniqlang deyilgan. Ya'ni qaytaruvchi bu elektron oladigan zarracha hisoblanadi. Qaytaruvchi elektron olib, elektron berib, oksidlanadigan zarracha hisoblanadi. Assalomu alaykum. Ma'rif tonga ta'rif 2026-yil oksidlanish qaytarilish mavzusi yechimlari, B tip masalalari. Ikkinchi savolga e'tibor beramiz. Qaytaruvchini aniqlang deyilgan. Qaytaruvchi nima? Qaytaruvchi bu ortiqcha elektronga ega bo'lib, reaksiya jarayonida uni beradigan ortiqcha elektronni beradigan zarracha bu qaytaruvchi hisoblanadi. Ya'ni elektron beradigan zarracha. Demak, B javob to'g'ri bo'ldi. 4-savolga e'tibor beramiz. Qaytarilish jarayoni nima deyilgan? Nuqtalar o'rniga mos keladigan javobda. Qaytarilish jarayoni bu elektronni, demak, elektronga tanqis zarracha elektron qabul qilish jarayoni, demak, qaytarilish deyiladi. Elektronga tanqis zarracha bu oksidlovchi bo'ladi. Oksidlovchi elektron qabul qiladi, ya'ni oladi. Natijada javobimiz A javobga to'g'ri keldi. 5-savolga e'tibor beramiz. Reaksiyadagi oksidlovchi va qaytaruvchini aniqlang. Kaliy permanganat plus H2S, marganis 4 oksid, oltin gugurt, kaliy sulfidi va suv. Endi biz birinchi navbatda oksidlanish darajasi o'zgarayotgan elementlarni aniqlashimiz kerak. Bu yerda marganislarni va oltin gugurtni oksidlanish darajasi o'zgaryapti. Demak, marganis plus 7 kaliy permanganatda, marganis 4 oksid esa plus 4. Oltin gugurt minus 2 dan o'tyapti 0 ga. Endi marganisni elektron olish va berish sxemasini ko'rib o'tsak, demak 7 dan 4 ni ayirsak, 3 ta elektron musbat qiymatga ega bo'ldi. 3 ta elektron olgan ekan. Elektron olish jarayoni bu oksidlanish ekan. Oksidlanish jarayonida qaytaruvchi modda qatnashadi. Demak, elektron olish deyilgan. Elektron olish jarayoni bu qaytarilish deyiladi. Oksidlovchi modda unda qatnashadi. Chalg'ib ketdi, uzr. Demak, 3 ta elektron olgan. Qaytarilish jarayoni. Demak, modda oksidlovchi. Demak, mana bu oksidlovchi ekan. Endi oltin gugurtni ko'rib o'tamiz. Oltin gugurt minus 2 dan o'tgan, oltin gugurt 0 ga. Demak, minus 2 ayrilgan 0. Minus 2 ta elektron bergan. Berish jarayoni oksidlanish hisoblanadi. Oksidlanish jarayonida qaytaruvchi ishtirok etadi. Demak, qaytaruvchi mana bu vodorod sulfid qaytaruvchi ekan. Vodorod sulfiddagi oltin gugurt to'g'rirog'i. Demak, marganis oksidlovchi, oltin gugurt qaytaruvchi. To'g'ri javob A. 8-savolga e'tibor beramiz. Reaksiyadagi oksidlovchi qaytaruvchini aniqlang. Bunda ham xuddi shunday. Oksidlanish darajasi
oshgani bu qaytaruvchi, kamaygani bu oksidlovchi. Demak, kaliy xlor O3 plus xrom 2 O3 plus kaliy gidroksid. Hosil bo'lyapti kaliy gidroksid, kaliy xromat, kaliy xlor plus vodorod. Demak, bizda kaliy xlorovic bertolli tuzda +5 oksidlanish darajasiga ega, xlor xrom 3 oksid esa +3 oksidlanish darajasiga ega. Qolgan moddalar reaksiyada oksidlanish darajasi o'zgarmayapti. Demak, bizda mana bu moddada xrom bor. Natijada xromni oksidlanish darajasini topadigan bo'lsak, +6. Bunda esa -1. Xlorni oksidlanish darajasi +5 dan o'zgargan, xlorniki -1 ga. Demak, 5 dan -1 ni ayirsak, 6 ta elektron olgan ekan xlor. Elektron olish jarayoni bu qaytarilish deyiladi. Qaytarilish jarayonida oksidlovchi qatnashadi. Demak, mana bu modda oksidlovchi ekan. Xromni ham ko'rib o'tamiz. Xrom +3 dan o'tgan ekan, xrom +6 ga. 3 dan 6 ni ayirsak -3. Demak, 3 ta elektron bergan ekan. Demak, elektron beruvchi bu qaytaruvchi modda hisoblanadi. To'g'ri javob. Keyin vodorod ham o'zgardi. Bu yerda kaliy gidroksid, vodorod chiqqan 0 ga. -1 va +1 dan. Demak, vodorod +1 dan o'zgargan, vodorod 0 ga. Demak, +1 dan ayirsam 0 da, 1 +dan. Demak, elektron olgan ekan. Elektron olgan oksidlovchi degandek. Demak, oksidlovchi modda vodorod ekan. Demak, bizda A javobda xlor oksidlovchi, xrom qaytaruvchi, vodorod qaytaruvchi deyilgan. Vodorod qaytaruvchi emas, shuning uchun A javob chiqib ketadi. B javobda xlor oksidlovchi, vodorod oksidlovchi, xrom qaytaruvchi deyilgan. Bizda ham mana shu javobga to'g'ri bo'ldi. Hech kim masalamiz. Demak, to'g'ri javob B. Endi 11-masalaga e'tibor beramiz. Oksidlanish jarayonida elementning oksidlanish darajasi qanday o'zgaradi? Oksidlanish jarayonida oksidlanish daraja oshadi. Ya'ni manfiymi, musbatmi farqi yo'q. Qanday oksidlanish daraja bo'lishidan qat'iy nazar, o'zidan kattaroq oksidlanish darajali modda hosil qiladi. Ya'ni elementning musbat oksidlanish darajasi ortadi, to'g'ri 1. Elementning musbat oksidlanish darajasi kamayadi, 2 xato. 3 da aytilgan elementning manfiy oksidlanish darajasi kamayadi. Haqiqatan 3 to'g'ri yo'q, 3 xato ekan. Sababi manfiy oksidlanish darajasi kamaysa, bu manfiy mana -1 bo'ladigan bo'lsa, -2 ga, -3 ga o'tsin deyapti. Demak, bu chapga yuradigan oksidlanish daraja bo'lib ketyapti. Nima bo'ladi bunda? Demak, bu qaytarilish jarayoni hisoblanadi. Bizda oksidlanish jarayonida demak manfiy oksidlanish daraja oshishi kerak. Demak, 4 va 1 to'g'ri javobga B to'g'ri keldi. Endi 13-masalaga e'tibor beramiz. Xrom sulfidi manganiz 2 plus NO3 minus plus karbonat 2 minus. Xrom O4 2 minus, SO4 2 minus, manganiz O4 2 minus va demak NO keyin karbonat angidrid chiqqan.
Oksidatsiya darajasini yozib olamiz. Bu yerda xromniki +3, oltingurt -2, marganes. Demak, bu yerda +2 oksidatsiya darajasiga ega. NO3 +5, azotimiz, karbonatda uglerod +4. Demak, tenglama o'ng qismida esa xrom +6 oksidatsiya darajasiga ega. SO4da +6 oltin gugurt, marganes demak 6, NO +2, karbonat angidridda +4. Endi marganes xrom +3 dan o'zgargan. Xrom +6 ga 3 ta elektron bergan ekan. Ya'ni 3 dan 6 esa -3. 3 ta elektron bergan. Beruvchi element bu. Demak, qaytaruvchi ekan. Xrom qaytaruvchi bo'ldi. Endi marganesga e'tibor beramiz, oltin gugurtga e'tibor beramiz. -2 dan o'tgan oltin gugurt +6 ga. Demak, ayirsak -8 ta elektron ketgan ekan. 8 ta elektron bergan. Oltin gugurt ham elektron bergani uchun qaytaruvchi hisoblanadi. Azot +5 dan o'tgan. Azot +2 ga. Demak, 5 dan 2 ni ayirsak 3 ta elektron olgan. Elektron olgan element bu oksidlovchi hisoblanadi. Marganesni hisoblaydigan bo'lsak, +2 dan o'tyapti. Marganes +6 ga. Demak, 2 dan 6 ni ayirsak 4 ta elektron bergan. Bu demak qaytaruvchi element hisoblanadi. Uglerod o'zgarmagan, shuning uchun qaytaruvchilar bular uglerod, xrom, oltin gugurt, marganeslar bo'ldi. Ya'ni xrom, oltin gugurt, marganeslar bizda qaytaruvchi. Demak, uglerod emas, marganes, azot, oltin gugurt yo'q, bu ham marganes, oltin gugurt, xrom. To'g'ri javob C. Demak, keyingi masalaga e'tibor qaratamiz. 14-masala. Kalibrom, xlor, kalixlor, brom. Demak, mos keladigan javobni aniqlang deyilgan. Bunda brom kalibromda -1 oksidatsiya darajasiga ega, xlor oddiy modda 0 va kaliy xlor hosil bo'lyapti brom molekullasi bilan. Demak, brom oddiy modda hosil bo'lyapti, kaliy xlor tuz. Tuz tarkibida xlor -1 oksidatsiya darajasiga ega. Demak, bromning oksidatsiya darajasi -1 dan o'tyapti, brom 2 0 ga. Demak, kichik oksidatsiya darajadan katta oksidatsiya darajaga o'tdi. Demak, elektron berdi. Demak, elektron berdi. Oksidlanish darajasi esa ortdi. Brom atom oksidatsiya darajasi ortdi. 2 javobini olamiz, birini chiqarib tashlaymiz. Brom atom oksidlovchi vazifasida. Demak, elektron beryapti. Elektron berish jarayoni bu oksidlanish jarayoni hisoblanadi. Ya'ni elektron ketyapti. 2 ta elektron berilyapti o'zi ham. 2 ta elektron berildi. Bitta brom molekulasi hosil, bir mol brom molekulasi hosil bo'lishi uchun. Demak, elektron berdi. Bergani bu oksidlanish. Oksidlanish reaksiyasiga qaytaruvchi modda kirishadi. Demak, brom qaytaruvchi modda yozib qo'yaylik. Qaytaruvchi. Demak, oksidlanadi. Virgul elektron beradi. Demak, brom bu yerda elektron bergan ekan, qaytaruvchi vazifasini bajargan ekan. 4-javob to'g'ri. Shuna qilib, to'g'ri javob 2 bilan 4. 15-masalaga e'tibor beramiz. Fosfor qaysi moddalar bilan reaksiyaga kirishganda qaytaruvchi bo'ladi? Bilishimiz kerak, nem qiymatlar jadvalini yoki oldimizda bo'lishi kerak.
fosfor o'zidan demak nem qiymati kichik elementlar bilan reaksiyaga kirishib, ular bilan hosil qilgan birikmada elektronlarni o'ziga tortadi. Masalan, fosfor plus kalsiy fosfat. Demak, fosforning oksidlanish darajasi bu yerda -3, kalsiy +2. Oksidlanish darajasidan ma'lum. Biz oksidlanish darajasini boshida aytganimizdek, videoning boshida aytganimizdek, nem qiymat orqali aniqlaymiz. Ya'ni nem qiymat qaysisida katta bo'lsa, elektron oqimi, ya'ni elektron bulut shu tomonga ko'proq yo'nalgan bo'ladi. Shuning uchun fosfor qaytaruvchi vazifasini bajaryapti ekan. Qaytaruvchi va elektron beruvchi. Elektron berishi uchun mana tepada yozib qo'yamiz. Qaytaruvchi oksidlanadi, elektron beradi. Demak, bizda qaytaruvchi vazifasini bajarish kerak fosfor deydi. Demak, elektron berish kerak, oksidlanish kerak. Elektron berish uchun nem qiymat fosforniki kichkina bo'lishi kerak. Nem qiymat boshqa bir elementnikidan. Qanday X elementdan. Demak, bunda fosfordan katta nem qiymatga ega bo'lganlari. Demak, bir kalsiy chiqib ketadi. Oltin gugurt. Nem qiymati katta, demak 2 ni olamiz. Kislorod katta va xlorniki katta nem qiymatga ega. Shuning uchun to'g'ri javob C. 2, 3, 4. 14 ga D dedik va 15 ga C dedik. Ma'rif tonga tarif 2026 to'plami yechimlari, oksidlanish qaytarilish mavzusi, C tip yechimlari. Birinchi masalada aytilgan. Demak, savolda aytilganki, birinchi savolda ichki molekulyar oksidlanish qaytarilish reaksiyasini ko'rsating. Ichki molekulyar deganda oksidlanish qaytarilish ichki molekulyar oksidlanish qaytarilish reaksiyasi deganda oksidlovchi va qaytaruvchi. Demak, bitta molekulada har xil element atomida bo'lish kerak. Demak, atomlardan iborat bo'lish kerak. Demak, masalan, mana shu ichki molekulyarga ko'pincha parchalanish reaksiyalari misol bo'ladi. Ya'ni bitta molekulani, misol X ni parchalanib A plus B ga A plus B modda hosil qilishida, ya'ni X tarkibida element A va B tarkibidagi elementlarni, demak, tarkibiy qismidan ajralib chiqqan X dan. Endi birinchi savolga o'taveramiz. A variantda kalsiy karbonat parchalangan kalsiy oksid plus karbonat angidrid. Demak, oksidlanish darajalarini topib chiqamiz. Kalsiy +2, kislorod -2, uglerod +4. Kalsiy oksid +2, kislorod -2, uglerod +4, -2. Demak, bu yerda kalsiy ham o'zgarmagan, uglerod ham o'zgarmagan, kislorod ham o'zgarmagan. Demak, bu reaksiyaning o'zi oksidlanish qaytarish reaksiyasi emas. Demak, A javob noto'g'ri. B javob ketaveramiz. Kaliy xlor O3, kaliy xlor plus kaliy xlor O4. Demak, -2 +1, demak, ko'paytma -8, birda qo'ysa -7 +7 ekan. Mana bunda -1 +5. Demak, faqat xlor o'zgarib qolyapti bu yerda. Mana bu kislorod -2, bu yerda +1 kaliy. Kaliy o'zgarmagan mana. Kaliy +1 edi. Mana +1ligicha qolyapti. Bu yerda ham hattoki +1, mana bu yerda ham. Kaliy o'zgarmayapti. Demak, kaliy bo'yicha oksidlanish qaytarilish reaksiyasi yo'q. Xlorga qaraymiz. Xlor bir -1 ga o'tgan, bir +7 ga o'tgan. Ya'ni xlor +5 dan o'tyapti, +7 ga va -1 ga. Mana.
Agar chizmam mana shu holatda bo'lsa, ya'ni bir nuqtadan, mana shu nuqtadan ham oshish, ham kamayish tomon yo'nalsa, bu disproporsiya deyiladi. Disproporsiya deyiladi. Disproporsiyalanish deyiladi. Mana shu holatda bo'lsa, ya'ni ayni bir element, yakka element. Oksidlanish darajasi ham oshib, ham kamayishi. Mana 5 dan 7 ga o'tyapti, -1 ga o'tyapti. Ham oshib, ham kamayapti. Bu molekulyar oksidlanish ichki molekulyarga kirmaydi. Sababi faqat xlor o'zgaryapti. Bizda bitta molekuladagi har xil element bo'lishi kerak. Bu yerda faqat bir xil element o'zgaryapti. Demak, B ni ham yo'q deymiz. C ga e'tibor beramiz endi. C da aytyapti mis 2 nitrat parchalaymiz, mis oksidi NO2 plus kislorod. Demak, kislorod 0 plus 4 plus 2. Kislorodlar doim birikmada -2. Demak, azot plus 5 nitrat ionida. Demak, mis plus 2. Mis o'zgarmagan. Demak, misni chiqartirish qilgan bo'ladi. Oksidlanish qaytarish reaksiyasidan azot o'zgargan va kislorod -2 dan 0 ga o'tgan. Mana kislorod -2 dan o'tgan 0 ga va azot +5 dan o'tgan +4 ga. Bitta birikmada, mana oksidlanish qaytarish ichki molekulyar turida bitta birikmada har xil elementlar oksidlanish qaytarish reaksiyasiga kirishadi. Ya'ni oksidlovchi qaytaruvchi har xil elementdan iborat bo'lyapti. Demak, C javobda to'g'ri variantni olishimiz mumkin ekan. Xo'sh, bundan tashqari D varianti ham to'g'ri kelyapti, chunki marganis ham 6 ham 4 ga kamayapti. Kislorod -2 dan 0 ga o'tyapti. Ikkita javob ham to'g'ri birga. Shuning uchun to'g'ri javob C va D to'g'ri bo'ldi. Ikkinchi savol. Aytilgan molekulyar aro oksidlanish qaytarish reaksiyasini ko'rsating deyilgan. Kaliy gidroksidga xlor qo'shilgan. Demak, buni yaqinlashtirib ko'rsataman. Kaliy mana bu xlor 0 edi, oksidlanish darajasi mana bu yerda -1, bu yerda +1. Demak, oksidlanish daraja faqat xlorda o'zgaryapti, chunki kislorodlar mana bu yerda -2, bu yerda kaliy +1, kaliy bu yerda ham +1, kislorod bu yerda ham -2. Xullas, xlor o'zgaryapti. O'zgaruvchi faqatgina bitta bo'lyapti. Ya'ni oksidlanish qaytarilish xlor molekulasi bo'yicha sodir bo'lyapti. Demak, bitta molekulada ham oksidlanish, ham qaytarilish jarayoni sodir bo'lsa, bu disproporsiyalanish deyiladi. Proporsiyalanish. Mana bu B variantga qaraymiz. Shuning uchun A ni chiqarib tashlayman. B variantda aytilyapti. B varianti ham xuddi shunday, xlor 0 dan o'tyapti, -1 va +5 ga. Demak, bitta xlorgina o'zgaryapti, ham oshib, ham kamaygani uchun, ya'ni molekula tarkibidagi yakka element oksidlanish darajasi demak ham oksidlanib, ham qaytarilyapti. Bu ham disproporsiya. Mana bunisi vodorod sulfidga SO2. Demak, vodorod sulfidga SO2. Oltin gugurt bilan suv 0 ga o'tgan, +4 dan va -2 dan. -2 dan. Demak, yakka element ya'ni S-2, S0, S +4, S0. Yakka element oltin gugurt faqatgina bir xil element. Har xil oksidlanish darajasidagi bir xil elementlar, demak, bitta oksidlanish darajaga kelib qolsa, bu sin proporsiya deyiladi. Sin proporsiya. Chizmasi mana bunday ko'rinishda bo'ladi.
nolga kelib qolgan. Minus 2si va plus 4. Mana chizmasi. Disproporsiyada teskarisi edi mana. Mana. Bir nuqtadan turli tomonga yo'naladi. Simproporsiyada turli nuqtadan bir nuqtaga jamlanadi. Simproporsiyada. Demak, mana shu C variant simproporsiya bo'ladi. B ham chiqib ketadi. D variantda lekin metan kislorod bilan yonganda karbonat angidrid suv chiqaradi. Karbonat angidridda uglerod +4 oksidlanish darajasiga ega. Kislorod 0, uglerod -4. Demak, kislorod o'tyapti. Kislorod -2 ga. Demak, metanda uglerod -4 o'tyapti. Karbonat angidridda +4 ga. Demak, oksidlovchi va qaytaruvchi har xil molekuladagi har xil element atomlaridan iborat bo'lishi bu molekulararo oksidlanish qaytarilish reaksiyasidan dalolat beradi. Tushunarli? Molekula ham har xil bo'lishi kerak, oksidlovchi va qaytaruvchi element ham har xil bo'lishi kerak. Menimcha tushunib oldingiz. Uglerod va kislorod har xil element, metan va kislorod har xil modda. Demak, turli moddalar tarkibida oksidlovchi va qaytaruvchi turli element atomlaridan iborat bo'ladi molekularoda. To'g'ri javobdir. Uchinchisi. Qaysi reaksiyada oksidlanish qaytarilish reaksiyalarining disproporsiya turiga misol bo'ladi? Demak, NH4 -3 ga teng ammoniyda NO2. NO2 desam +3 parchalanibdi, azot bilan suv chiqqan. Endi azot mana faqat azot o'zgaryapti bu yerda. +3 dan o'zgaryapti azot, mana bu 0 ga. Azot -3 dan o'zgaryapti azot 0 ga. Demak, yakka element yakka elementni har xil oksidlanish darajalaridan bir tomonga yo'nalgan oksidlanish darajasi hosil bo'lsa, bu simproporsiya bo'ladi. Bizga disproporsiya kerak. A chiqib ketadi, B ham chiqib ketadi. Xuddi shunday jarayon C da ko'rishimiz mumkin. Kaliy xlor O3, kaliy xlor plus kaliy xlor O4. Disproporsiyalanishda demak, elementni ya'ni biror bir modda tarkibidagi element, masalan, bu yerda xlor ham oksidlanyapti, ham qaytarilyapti. Bu degani oksidlanish darajasi bir katta bo'lib, bir kichik bo'lgan oksidlanish darajali element hosil qilyapti. Elementga o'tyapti. Xlor +5 dan o'tgan, xlor -1 ga, xlor +7 dan o'tgan, xlor +5 dan o'tgan, xlor +7 ga. Demak, +5 dan o'tgan -1 va +7 ga mana. Demak, ayni bir oksidlanish darajadan, ya'ni ayni bir element ham oksidlanyapti, ham qaytarilyapti. Bu jarayon disproporsiyalanish deyiladi. To'g'ri javob C. 4-chi masalaga e'tibor beramiz. Oksidlanish qaytarish reaksiyasining simproporsiya turini ko'rsating. Simproporsiya turi A variantini tahlil qilsak, vodorod sulfat -2 oksidlanish darajaga ega, SO2 oltin gugurt va suv. Demak, oltin gugurt 0, SO2 +4. Oltin gugurt -2 dan o'tibdi, oltin gugurt 0 ga va oltin gugurt +4 dan o'tgan, oltin gugurt 0 ga. E'tibor berishimiz kerak. Yakka mana hosil bo'lgani mana 0 oksidlanish daraja va 0 oksidlanish darajaga o'tayotganlar -2 va +4 mana 0 ga o'tyapti ikkalasi. Disproporsiyada mana bunday chizma bo'ldi. Ayni oksidlanish daraja,
dagi element ham oksidant ham qaytarildi. Yakka bir xil oksidlanish darajadagi element. Bunda turli oksidlanish darajadagi yakka element ham oksidant ham qaytarildi. Tushunarli? Demak, bu sim proporsiyaga misol bo'ladi. Demak, sim proporsiya ekan. To'g'ri javob A. D tip masalalari muhitni ta'siri. Bu bo'limni boshlashdan oldin birinchi navbatda muhit qanaqa bo'ladi shuni bilib olishimiz kerak. Ya'ni oksidlovchilar muhitga qarab qaytaruvchilar bilan reaksiyaga kirishib mahsulot hosil qiladi. Tegishli mahsulot hosil qiladi. Masalan, kaliy permanganat marganez 4 oksid ioni, marganez 4 ioni, demak, pushti bo'ladi dastlab. Demak, muhit o'zi 3 xil bo'ladi, bilamiz. Ishqoriy. Demak, ishqoriyni OH bilan yozib qo'yaylik. Va neytral, shuningdek kislotali. Kislotali muhitda marganez kaliy permanganat pushti rangdan rangsiz marganez 2+2 ioniga o'tadi. Ya'ni oksidlanish darajasiga o'tadi. Demak, bunda eritma rangsizlanadi. Neytral muhitda marganez +7 dan nimaga o'tadi? Marganez 4 oksidga o'tadi, ya'ni +4 ga o'tadi. Bunda qora, demak, qo'ng'ir cho'kma. Qora cho'kma deylik. Ishqoriy muhitda marganez O4 2-, ya'ni marganez +6, ya'ni manganat tuziga o'tadi. Demak, bunda manganat tuzida rangi yashil. Yashil qovoq rang bo'ladi. Qovoq rang ham juda ham ochiq qovoq rang emas. Biroz jigar rangga yaqin qovoq, och jigar rang, yashilga o'xshash rang hosil bo'ladi. Demak, yashil qovoq rang bo'ladi. Endi bizda birinchi savolda aytilgan oksidlovchimiz bor, kaliy permanganat, qaytaruvchimiz ham bor, kaliy sulfit va muhit bu yerda suv bo'lyapti. Demak, suvli muhitda kaliy permanganat nimaga o'tadi dedik? Mana, demak, kaliy permanganat suvli muhitda marganez 4 oksidiga o'tar ekan. Demak, nuqtachalar o'rniga kaliy permanganat kaliy sulfit suv reaksiyasidan kaliy sulfat kaliy gidroksid va marganez O2 kelib chiqadi. To'g'ri javob B. Ikkinchi savolga e'tibor beramiz. Kaliy permanganat, vodorod peroksid va sulfat kislota. Mana buni ko'rinadigan qilaylik. Bu reaksiyada kaliy permanganat oksidlovchi, bilamiz, kuchli oksidlovchi hisoblanadi. Sulfat kislota bu yerda demak +6 oksidlanish darajasiga ega. Bu demak hech qanaqa qaytaruvchi emas. Shuning uchun sulfat kislota demak muhit vazifasini bajaradi. Bu esa demak qaytaruvchi vazifasini bajaradi. Shuni esda tutish kerak, vodorod peroksid oksidlovchi bo'lgan holatda suvgacha demak qaytariladi. Qaytaruvchi bo'lgan holatda kislorod O2 gacha oksidlanadi. Shuni bilishimiz kerak. Demak, bu qaytaruvchi, muhit, sulfat kislota va kaliy permanganat oksidlovchi ekan. Endi oksidlovchi kislotali muhit, ya'ni H+likda pushtidan rangsiz marganez 2+ tuziga o'tar ekan. Demak, kaliy permanganatda mana vodorod peroksid sulfat kislotada kaliy sulfat suv, kislorod va marganez 2+ tuzi muhitlik tuz chiqadi. Ya'ni muhit qaysi kislota bo'lsa, o'sha kislotani marganez 2 tuzi chiqadi. Ya'ni marganez 2 sulfat. Nuqta-nuqtada demak marganez 2 sulfat chiqar ekan. Tushunarli mana. Demak, marganez 2 tuzi chiqadi deyapmiz. Qanaqa tuz chiqadi desak, muhitga qaraymiz.
Muhit nima bo'lsa, o'shanaqa tuz chiqaraveramiz. Demak, marganiz 2 sulfat chiqar ekan. To'g'ri javob C. Uchinchi masala, demak, kaliy dixromat, vodorod sulfid, suv. Shu narsani bilishimiz kerak. Dixromat qolib ketgan ekan boya. Demak, dixromat ioni xrom 2O7 2 minus qovoq rangdan demak, neytral muhitda xrom +3 tuziga o'tadi. Ya'ni eritma yashil bo'ladi. Yashil rangga kiradi, qovoq rangdan. To'q qizil qovoq rang bo'ladi. Shundan, demak, suvli muhitda qaytaruvchi ta'sir ettirsamgina yashil rangga o'tadi. Ya'ni xrom 3+ tuziga o'tadi. Yoki +3 oksidlanish darajasiga o'zgaradi. Demak, bu yerda sulfidlar oltin gugurt hosil qildi. Bu yerda qaytaruvchi sulfid, suv bu muhit, dixromat bu oksidlovchi, kuchli oksidlovchi. Demak, oksidlovchi qaytaruvchi bilan suvli muhitda nima hosil qilar ekan? Demak, xrom 3+ ni hosil qilar ekan. Bu yerda kislota mavjud emas, shuning uchun xrom 3 gidroksidni chiqaramiz. To'g'ri javob. Demak, xrom 3+. Xrom 3 gidroksid hosil bo'ldi. To'g'ri javob B. 6-masalada aytilgan nuqtalar o'rniga mos keladigan moddalarni aniqlang. Kaliy permanganat, kaliy sulfid va sulfat kislota. Kaliy permanganat, kaliy sulfid va sulfat kislota. Demak, mana bu moddalarni birinchi navbatda tanlab olishimiz kerak. Sulfat kislota bu yerda muhit, kaliy sulfid qaytaruvchi va oksidlovchi bilishimiz kerak doim. Kaliy permanganat. Endi oksidlovchi, qaytaruvchi bilan sulfat kislota, ya'ni kislotali muhitda marganizni 2+ tuzini hosil qiladi. Marganiz 2+ tuzi muhit bo'yicha hosil bo'ladi. Muhit nima bo'lsa, o'sha tuz hosil bo'ladi. Muhit sulfatlikmi? Demak, marganiz 2 ni sulfat hosil bo'ladi. Bilishimiz kerak, marganiz sulfat, mana birinchi mahsulot. Keyin kaliy ioni ortiqcha sulfat, ya'ni muhit ni bergan kislota bilan tuz hosil qilib, kaliy sulfat hosil bo'ladi. Mana bu kaliy sulfitimiz +4 dan mana bu +7. Maksimal oksidlanish darajasida turibdi marganiz. Bu kamayishi kerak. Shuning uchun +2 ga o'tdi. Bu kamaydimi? Mana elektron qo'shib olyaptimi? Demak, bu berish kerak. Qancha beradi desak, yana ikkitalar elektron beradi mana. 2 elektron berdi. Bu qo'shib oldi. Demak, oksidlanish qaytarish jarayonida elektron oldi berdi bo'ladi. Ya'ni bir element elektron beradi, boshqasi oladi. Shu bo'yicha oksidlanish qaytarilish reaksiyasi davom etaveradi. Demak, kaliy sulfitimiz ham sulfatga o'zgardi. Mana kaliy sulfatga. Shuningdek, ortiqcha H+ ionlari OH bilan H2O ko'rinishiga o'tdi. Demak, to'g'ri javob marganiz 2 sulfat, kaliy sulfat, suv. C javobda to'g'ri javob bor. 10-masalaga e'tibor beramiz. Kaliy sulfid, kaliy permanganat, suv. Demak, neytral muhitni bergan kaliy permanganat oksidlovchi, qaytaruvchi bilan ta'sirlashgan. Kaliy permanganat +7 oksidlanish darajasiga ega. Kaliy sulfid bilan neytral muhitda ta'sirlashgan. Neytral muhitda kaliy permanganat nima hosil qilardi? Tepaga qaraymiz. Demak, neytral muhitda, mana suvli muhitda marganiz 4 oksid hosil qiladi, ya'ni qora cho'kma. Shuni bilgan holatda demak, marganiz +7 dan +4 liga o'tkazaman. Marganiz 4 oksid. Demak, kaliy gidroksid hosil qiladi. Plus kaliy sulfitimiz esa
sulfatgacha oksidlanadi. Chunki bu qaytaruvchi modda. Qaytaruvchi modda oksidlanishi kerak. Oksidlansa, demak oltin gurt +4 dan o'tadi yuqoriroq oksidlanish darajasiga, ya'ni +6 ga o'tadi. Shuning uchun oksidlandi bu. Marganes esa +7 dan +4 ga o'tdi, ya'ni elektron qabul qildi. Neytral muhit bo'lgani uchun. Demak, to'g'ri javobimiz marganes 4 oksid, kaliy gidroksid va kaliy sulfat. Marganes 4 oksid, kaliy sulfat, kaliy gidroksid. Demak, to'g'ri javob A. 11-masalaga e'tibor beramiz. Kaliy dixromat, sulfat kislota, kaliy nitrat. Demak, kaliy dixromat, kaliy nitrat, nitrit va sulfat kislota. Birinchi navbatda bu masalada yuqoridagi masalalarda oksidlovchi qaytaruvchilarni bilib olishimiz kerak. Demak, sulfat kislota +6, nitrit demak +3, xrom +6. Demak, kaliy dixromat bu kuchli oksidlovchi, sulfat kislota bu muhit, nitrit, kaliy nitrit esa qaytaruvchi vazifasini bajaryapti. Demak, oksidlovchi oksidlanish darajasi kamayadi. Demak, kislotali muhitda xrom +3ligi, ya'ni +3 ioni hosil bo'ladi. Endi xrom +3 tuzi bilan nima hosil bo'ladi desak, demak, kaliy nitrit oksidlanib, kaliy nitratga o'zgaradi birinchi navbatda. Demak, kaliy nitratga o'zgaradi, ya'ni +5 ga. Oksidlanish darajasini e'tibor beraylik. +3 dan azotga o'zgarib +5 ga. Tarkibiy qismlar o'zgarmasdan o'tadi. Endi kislotali muhit bo'lgani uchun xrom 3+ ni, demak, muhit qanday kislota bo'lsa, o'shanaqa tuzi hosil bo'ladi. Ya'ni xrom 3 sulfat 3+ yoniga o'tadi dedik. Xrom 3 sulfat. Demak, xrom 3 sulfat va suv hosil bo'ladi. Xrom sulfat, kaliy nitrat va suv. Buni demak oksidlanish qaytarilishi ekanligini +3 ga o'tdi, +5 ga o'tdi. Mana. Demak, +6 dan o'tdi +3 ga. Demak, bu qaytarildi. +5 dan +3 dan +5 ga o'tdi, bu oksidlandi. To'g'ri javob kaliy sulfat qolib ketdi. Mana bu kaliyniki. Demak, kaliy sulfat, kaliy nitrat, xrom sulfat, suv. D javobda demak to'g'ri javob bor ekan. 14-masalaga e'tibor beramiz. Nitrat ionlari necha foizi qaytariladi deyilgan. Ya'ni buni tenglash kerak birinchi navbatda. Demak, rux 0 dan o'tyapti, rux +2 ga. Va azot +5 dan o'tyapti, azot -3 ga. Ammoniy tuzlarda azot -3 oksidlanish darajasiga hisob qilish kerak. Demak, rux 0 o'tdi, rux +2 ga. Demak, 2 elektron berdi. 2 elektron. Azot +5 dan o'tyapti, azot -3 ga. Demak, 8 elektron qo'shib oldi. 2 ga 8, 1 ga 4, 4 ga 1. Demak, ruhni oldiga 4 qo'yamiz. 1 esa azot +5 ga qo'yamizmi, 3 gami? Agar azot +5 ni oldiga 1 qo'ysam, demak, majburiy tenglamani o'ng qismida ham bitta azot bo'lish kerak. Lekin bunaqa holat bo'lish mumkin emas. Shuning uchun koeffitsiyentni azot atomlari eng ko'p qatnashgan tarafga qo'yaman. Ya'ni ammon nitratga. Shunda azotlarim bu yoqda 2 ta ammon nitratda azot bor, rux nitratda 2 ta, shuningdek, demak, 4 ta umumiy azot bo'ldi. Nitrat kislota oldiga, ya'ni chap tarafga 4
qo'yaman. Shunda azotlar 4 ta bo'ladi. Vodorodlar 4 ta ekan, demak bu yoqda 4 ta vodorod. To'rtta vodorod. Yo'q, men adashib ketdim menimcha. Ruhni oldiga qo'ymayapmiz. Birini bu yoqqa qo'ysak, ruhni oldiga 4 qo'ysak, bu yoqqa chunki ruh 4 ta, bu yoqda ham 4 ta. Umumiy azotlarimiz 2 ta ammon nitratda 2 kara 1 2 4 karasi 8 qo'shsak 10. Demak 10 ta nitrat kislota bo'lar ekan. 10 ta nitratda 10 ta vodorod bor. Ammon nitratda 4 tani ayirsak agar, suvda 6 ta qoladi. 2 ga bo'lsak 3 bo'ladi oldiga. Demak, tenglamamiz teng. Azotning necha foizi qaytarilgan debdi. Ya'ni 10 mol HNO3 da +5 oksinash darajasiga azot bor. Shuning necha foizi -3 oksinash darajasiga o'zgargan desa, demak 10 moldan 1 moli NH4 tuzini hosil qilgan. -3 oksinash darajasiga o'tib. Demak 100% dan necha foizi hosil qilibdi desak, 10% demak qaytarilgan ekan. To'g'ri javob A. 16-chi masala. Buni yuqorida masalalar kabi o'zingiz ishlab ko'rishingiz kerak. Arftonga tarif 2026 to'plami E tip masalalari. Birinchi masalaga e'tibor beramiz. Demak, uglerodni nitrat kislotada oksidlanishi tenglamasi berib o'tilgan. Demak, buning uchun reaksiyani tenglashtirishda oksidlovchi va qaytaruvchi elementlarni aniqlab olishimiz kerak. Demak, uglerod 0 dan o'tgan uglerod +4 ga. Buni qayerdan bilamiz? Dastlab qo'yib chiqsak yaxshiroq bo'ladi. Barchamiz tushunarli bo'ladi. Uglerod 0, vodorod +1 bilamiz. Kislorod -2, azot +5 nitrat kislotada. Karbon tangiderdagi kislorod -2, uglerod esa +4. Azot 2 oksidda kislorod -2, azot +2. Suvda kislorod -2, vodorod +1. Oksidlanish darajasi o'zgarganlar bular uglerod 0 dan o'tgan uglerod +4 ga va azot +5 dan o'tgan azot +4 ga. Demak, uglerod bizda 0 oksidlanish darajadan 4 oksidlanish darajaga o'tyapti. Bunda 4 ta elektron beryapti. Bitta uglerod. Azotimiz esa bitta +5 oksidlanish darajada azot, bitta +4 oksidlanish darajada azotga o'zgaryapti. Farqi +1 bo'ladi. Demak, bitta elektron qabul qilgan. 4 ga 1 nisbatda elektronlar bo'lsa, umumiy karralisi 4, 4 ga bo'lsak 1, 1 ga bo'lsak 4. Uglerod demak yoki o'ng yoki chap tarafda uglerod saqlagan birikmaga 1 qo'yishimiz kerak oldiga. Men karbon tangiderdni oldiga 1 qo'ysam, xohlasangiz uglerod oldiga birinchi 1 qo'yishingiz mumkin. Farq yo'q narsa. Demak, 1 karbon tangiderdni oldiga qo'ysak, karbon tangida bitta uglerod bo'ladi. Bitta uglerod demak, mana bu uglerod oldiga ham 1 qo'yishimiz kerak bo'ladi. Azotni qaraydigan bo'lsak, azot demak 4 qo'ysam oldiga, NO ni oldiga 4 ta azot saqlaydi, 4 ta NO. Natijada bu 4 ta nitrat kislorodi hosil bo'lyapti deb olaman. Chunki kimyoviy reaksiyada atomlar o'zgarmaydi. Ya'ni qancha azot atomi hosil bo'lgan bo'lsa, dastlab ham xuddi shuncha azot atomi bo'lgan deb ishlaymiz. Vodorod atomlari 4 ta, bu yoqda esa hamma vodorod atomi suvga o'tgan. Demak, bitta suvda 2 ta vodorod bo'lgani uchun 4 ta vodorod 2 ta suvda bo'ladi. Reaksiyamiz teng. Endi koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlaydigan bo'lsak, yo'q, biz adashdik menimcha. +2 ga o'tgan. Mana bu yerda adashibman. 3 ta elektron qo'shib olibdi.
3 ta, demak uglerodni oldiga 3 qo'yamiz. Xo'sh. Shunda hammasi to'g'ri bo'ldi. Demak, koeffitsiyentlar yig'indisi 3 plus 4 plus 3 plus 4 plus 2. To'g'ri javob 16. A javob to'g'ri. 3-masalada aytilyapti, temir 2 xlorid, kaliy permanganat, vodorod xlorid. Xlorid kislota xullas. Koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang deyilgan. Tenglama yozib olamiz. Oksidlanish darajalarini topib olamiz endi elementlardan. Temir plus 2, xlor minus 1, kaliy permanganat kaliy plus 1, marganiz plus 7, minus 2 kislorod, xlor minus 1. Temir plus 3, marganiz plus 2, yetadi shu yog'i. Demak, bizda temir plus 2 dan o'zgargan, temir plus 3 ga va marganiz plus 7 dan o'zgartdi, marganiz plus 2 ga. Bundan tashqari yoqib olsak yaxshi bo'lardi. Demak, xlor minus 1 dan o'zgargan. Mana bu xlor, mana shu. Xlor molekulasiga. Xlor molekulasi chiqmabdi menimcha. Xlor molekulasi chiqmabdi. Demak, ikkalasini ion elektron balans qiladigan bo'lsak, 2 dan 3 ga o'tganda bitta elektron bergan, 7 dan 2 ga o'tganda 5 ta elektron qo'shib bo'lgan. 1 ga 5 nisbatda elektronlar nisbat bo'lsa, 5 ga 1 nisbatda temir marganiz 6 ta koeffitsiyentlar bo'ladi. Temir tuzini oldiga 5 qo'yamiz. Demak, 5 ta temir, bu yoqqa ham 5 ta temir bo'lish uchun oldiga 5 qo'yib qo'yamiz. Keyin marganizni oldiga 1 qo'yaman. Kaliy permanganatni oldida ham, demak, bitta kaliy permanganat, bitta marganiz bo'lgani uchun 1 qo'yaman. Endi qolgan elementlarni tenglashtirishga harakat qilaman. Endi xlorga qarayman birdaniga. Kaliylarimiz ham teng ekan. 1 qo'ysak, xlorlarga qarayman, chunki xlor orqali H-xlor 6 ta koeffitsient topsam bo'ladi. Temir xloridni 5 tasida 15 ta xlor bor. Marganiz xloridni bittasida 2 ta xlor, umumiy hisobda 17 ta kaliy xlor bilan 18 ta xlor bor bu yoqda. Bu yoqdacha 5 ta temir 2 xlorid, umumiy hisobda 10 ta xlor bor. 10 ta xlorga mana bu yerda x ta xlor, H xlor 6 ta bo'lsa, ayirib tashlasak, chap bilan o'ngda 8 ta qolyapti. 8 ta xlor, demak, qayerga tushar ekan? H xlorni oldiga tushar ekan. Vodorodlarimizga qaraymiz endi. 8 ta vodorod bo'ldi, suvni 6 ta esa hech narsa yo'q. Shuning uchun 8 ni 2 ga bo'lsam, nechta suvning tarkibida vodorod bo'ladi? 8 ta vodorod. 8 2 bo'lsak 4 ta suvni oldi, 4 ta suv tarkibida. Demak, koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlaymiz endi. 5 1 yig'indisi 6, 14, 14 ga 5 19, 20, 21, 25 bo'ldi общий. Demak, to'g'ri javob C. Endi keyingi masalaga o'tamiz. 4-masalaga. Ksenon diftorit, margan sulfat va suv.
Ksenon permanganat H+ sulfat chiqargan suvning koeffitsiyentini aniqlang degan. Demak, ksenon ftor 2 plus marganes 2 sulfat. Ksenon ftor 2'da ftor -1 oksidlanish daraja, ksenon esa +2 oksidlanish darajasiga ega. Marganes +2, ksenon 0 ga o'tdi va marganes +7 ga o'tdi. Qolgan elementlar o'zgarmadi. Demak, ksenon +2 dan o'tgan, ksenon 0 ga. Va 2 elektron qo'shib olgan. Marganes esa +2 dan o'tgan, marganes +7 ga. 5 elektron bergan. Demak, 2 ga 5 nisbat, 5 ga 2 nisbatda, demak, ksenon va marganes oldida koeffitsiyentlar tenglashtiraman. Ksenon oldiga 5 qo'yaman. Shunda 5 ta ksenon, 5 ta ksenon diftoritda bo'ladi. Xo'p, endi marganesni to'g'rilaymiz. Oldida koeffitsiyentni 2 qo'ysam, 2 ta marganes, 2 ta marganes sulfatda bo'ladi. 2 qo'yaman shuning uchun. Keyin ftorlarga qarayman. 5 kere 2 10 ta ftor. Tenglaman chap qismida, o'ng qismida esa H ftorda bor ekan, faqat ftor. Shuning uchun 10 ta H ftorda 10 ta ftor bo'ladi deb olamiz. Sulfat kislotani oldida koeffitsiyentni aniqlash uchun chap tarafda sulfat oldida koeffitsiyentni aniqlashim kerak. Demak, margan sulfatda 2 ta koeffitsiyent turgani uchun 2 ta sulfat chap tarafda, o'ng tarafda esa bitta bo'lgani uchun oldiga 2 qo'yib olaman. Shunda 2 ta bo'ladi sulfatim. Vodorodlarni sanayman endi. O'ng tarafdagi 2 ta vodorod, 10 ta, 12 ta, 2 kere 2 4. Umumiy hisobda 16 ta H bo'ldi. 16 ta H nechta suvda bo'ladi? 2 ga bo'lsak 8 ta suvda bo'ladi. Demak, to'g'ri javob C. 10-masalaga e'tibor beramiz. Kaliy yod sulfat kislota ta'sirlashgan. Vodorod sulfid, yod, suv va sulfat kislota. Yo'q, kaliy sulfat. Endi oksidlanish darajalarini aniqlashtira olamiz. Yod didlarda demak yod -1, sulfatda demak oltin gugurt +6. Vodorod sulfidda oltin gugurt -2, yodda esa 0. Qolganlarda elementlar oksidlanish darajasi o'zgarmadi. Demak, yod -1 dan o'zgardi, yod molekulasiga. Oltin gugurt ham +6 dan o'tgan, oltin gugurt -2 ga. Demak, yod molekulasi yod oldida koeffitsiyentni tenglashtirib olaman, chunki tarkibiy qism elementdan nima hosil bo'lyapti? Oddiy modda, molekulyar modda hosil bo'lyapti, ya'ni 2 atomli. Shuning uchun bilishimiz kerak, oddiy moddadan tarkibiy qism atomga o'tganda ham yoki masalan tarkibiy qism atomdan oddiy moddaga o'tganda ham koeffitsiyent qo'yib tenglashtirib olishim shart, ya'ni mana bu holatda 2 ta yod bu yoqda bor ekan. Demak, 2 ta yod -1 o'tgan yod 2 molekulasiga. Demak, bitta yod -1 bitta elektron olgan holatdan olmagan holatga o'tibdi. 1 dan 0 ni ayirsak 1 minus, demak 2 karasi 2 ta elektron demak bergan holatda turibdi. Oltin gugurt +6 dan -2 ga o'tibdi. 6 dan -2 ni ayirsak 8 ta elektron qo'shib olgan. Demak, 2 ga 8, nisbat esa 1 ga qisqarsa 4. Umumiy karrali 4 bo'lsa 1 ga bo'lsak 4, 4 ga bo'lsak 1. Demak, yodni oldiga 4 qo'yamiz. Qaysi yodni deb o'ylanib qolamiz. Shunda -1likmi, 0likmi desak, 4 ni qaysi qismida yod
soni ko'p bo'lsa, o'sha oldiga qo'yamiz. Ya'ni mana bu yodni oldiga 4 qo'yib ko'ramiz birinchi navbatda. 4 qo'yib ko'rsak, nechta yod bo'ldi? 8 ta yod bo'ldi. Shunda nechta kali yodda 8 ta yod bo'ladi? 8 ta kali yodda demak yod bo'ladi. Oltin gugurtni oldiga 1 qo'yamiz, ya'ni o'zgaruvchigami, o'zgargangami farqi yo'q. O'zgarganga qo'yapman 1 ni. Yo'q, farqi bor ekan. Agar +6 ni oldiga qo'ysam va +2 ni oldiga, -2 ni oldiga qo'ysam farqi bor. Bu yerda ham xuddi yuqorida aytib o'tganimizdek, 1 qiymati qaysi tarafda oltin gugurt, ya'ni chap tarafda oltin gugurt ko'p qatnashganmi, o'ng tarafdami? O'ng tarafda, demak, o'ng tomondagi oltin gugurtga koeffitsiyentini 1 qo'yaman. Ya'ni o'ng tomonda bu o'zgargan modda, ya'ni vodorod sulfid bor. -2 lik. Shuni oldiga 1 qo'ysam, umumiy hisobda oltin gugurtlar nechta bo'ladi? Demak, oltin gugurtlarni kaliylar soniga qarab tenglashtirishimiz mumkin ekan. Ya'ni mana bu yoqda kaliyimiz 8 ta bo'lsa, bu yoqda, ya'ni chap tarafda, o'ng tarafda faqat kaliy sulfatda kaliy bor. Shuning uchun 8 ta kaliy, 4 ta kaliy sulfatda bor deyman. Oltin gugurtlar shunda tenglashtirishimiz mumkin. Ya'ni umumiy hisobda o'ng tomondagi oltin gugurtlarni aniqlashimiz mumkin. Bitta vodorod sulfidda bitta oltin gugurt, 4 ta kaliy sulfatda 4 ta oltin gugurt. Demak, umumiy hisobda 5 ta bo'lsa, 5 ta sulfat kislota demak qaytarilgan ekan. Vodorodlarimiz sonini aniqlaydigan bo'lsak, bu yoqda 10 ta, 2 tasini ayirsam bizda faqat 8 ta nimaga qoladi? Suvdagi vodorodlar qoladi. Shunda 10 dan 2 ni ayirsak 8, 2 ga bo'lsam 4. Demak, barcha koeffitsiyentlar topildi. Yig'indisini aniqlang deyilgan. 8 + 5 + 1 + 4 + 4. 13, 14, 14 ga 16, 14 ga 12, 26 bo'lsa kerak menimcha. Demak, to'g'ri javob A. Endi 14-masalaga o'taveramiz. Demak, meshag'uch sulfidi nitrat kislota bilan suv ishtirokida reaksiya ketgan. Demak, arsenat, sulfat va NO hosil bo'lgan. Endi bizda bilishimiz kerakki, oksidlovchi va qaytaruvchi elementlarni, bu yerda oksidlovchi nitratdagi azot +5 oksidatsiya darajasiga ega bo'lyapti va meshag'uch sulfidda meshak ne qiymati kichik bo'lgani uchun + oksidatsiya daraja, oltin gugurt - oksidatsiya daraja va valentligiga teng oksidatsiya darajani nima qiladi bu yerda? Oltin gugurt ekvivalentli, shuning uchun -2 oksidatsiya daraja, meshag'uch valentli +3 bo'ladi. Arsenat kislotada 4 × 2 8, 3 ni ayirsak 5, demak +5 oksidatsiya darajasiga ega bo'ldi. Sulfatda esa +6, oltin gugurt NOda azot +2 oksidatsiya darajasiga ega bo'ldi. Meshag'uch sulfidda demak yozadigan bo'lsa elektron balansini. Meshak o'zgargan ikkitasi. Ikkita meshak +5 ga. Mana bu 2 ni o'zimiz qo'yib olamiz, chunki bu yoqda 2 ta edi. Shuning 2 yozib olamiz. Yo'q bo'lsa qo'yish shart emas. Oltin gugurt 3 tasidan oltin gugurt, bitta oltin gugurt, demak -2 dan o'tibdi. 3 ta oltin gugurt +6 ga. Meshak esa +3 dan o'zgargan +5 ga. Ikkala birikmada ikkala element ham birdaniga oksidlangan. Sababini hozir elektron oldi bersadan bilish mumkin. Ya'ni 3 dan 5 ni ayirsak necha bo'ladi? 2, 2 ta meshak uchun 4 ta elektron bo'ladi. Oltin gugurt -2 oksidatsiya darajaga ega, demak o'tibdi +6 ga. -2 dan 6 ni ayirsak 8 ta elektron bergan. 3 ta oltin gugurt uchun
24 elektron bo'ladi. Azotimiz esa +5 dan o'zgaribdi. Azot +2 ga. Demak, ayirsak 3 ta elektron qo'shib olgan ekan. Ular esa berib yuborgan. Demak, 28 ta umumiy oksidlanishda qatnashgan elementlar qaytarilishda esa 3 ta elektron qatnashdi. Endi shuni almashtirsak 3 ga 28 bo'lsa, 3 ni qayerga qo'yamiz? Umumiy tarkibiy qismlar eng ko'p tarafga qo'yamiz. Ya'ni mana bu meshak 3 litvidrni oldiga 3 qo'ysak, meshak 6 ta, oltin gurt 9 ta bo'ladi. Shuning uchun o'ng tarafga meshak tutgan birikma oldiga 6 qo'yaman. Oltin gurt oldiga esa 9 qo'yaman. Endi vodorodlarni tenglashtirishimiz. Nitratni oldiga qo'yishimiz kerak 28 ta. 28 ta nitrat kislotadagi azot 28 ta bo'lsa, demak shuncha azot 28 ta NO da bo'ladi. Endi vodorodlarni hisoblayman. 9 ta sulfatda 18 ta vodorod bor. 6 ta arsenatda 18 ta, umumiy hisobda 36 ta vodorod. O'ng tarafda, chap tarafda 28 ta nitratda 28 ta vodorodni ayirib tashlasak, suvga demak 36 dan 28 ketsa 8 ta vodorod qoladi. 2 ga bo'lsam 4 ta suv qoladi. Umumiy koeffitsient yig'indisi deyilgan. Shuning uchun 3 ga 28 qo'shsak 31, 4 qo'shsam 35, 6 qo'shsam 41, 41 ga demak 9, 41 ga 9, 50, 50 ga 28, 78 bo'ladi. To'g'ri javob C. Kitobdagi boshqa masalalar ham shu va shunga o'xshash hisoblanadi. Shuning uchun qolgan masalalarni mustaqil yechishga harakat qiling. Xayr, salomat bo'ling.